Do'stlar, hammaga salom. Texnik tahlil va bugungi videoni sal qisqaroq qilamiz, chunki kechagi tahlildan katta unaqa o'zgarishlar yo'q va bugungi muhim bo'lgan non farmga tayyorgarlikni ko'ramiz. Non farm bo'yicha srazu kerakli ma'lumotni aytib o'tib ketaman, ya'ni shu o'zimning fikrim bilan bo'lishaman. Ko'pchilik baribir non farmda nima harakat bo'ladi degan savol bilan o'zi bu videoga kirishi mumkin. O'shanga umumiy qilib aytadigan bo'lsak, fundamental fonni hisobga olganimizni inobatga olib dollarga ijobiy yangilik chiqadigan bo'lsa ham, hozirgi holatda Trampni o'sha boshqa davlatlar bilan, Yevrozona bilan bo'layotgan munosabatlarning hisobiga dollarda unaqa katta harakat bo'lishi kerak emas. Mavzu umuman dollarga salbiy yangilik chiqishi kerak deb kutyapman, lekin bu harakat texnik tahlil o'zida oladigan bo'lsak, mana bu harakatni o'zi sal sekinroq bo'lishi kerak edi. Kechagi kunni o'zida biz aynan mana bu zona atrofidan biz sal korreksiya ko'rsak, yangilikning hisobiga biz keyin mana bu pastiga tushish kerak bo'lgan joylargacha tushib olsak, undan keyin ko'tarilamizmi yo'qmi uni ko'rib chiqamiz deb aytib o'tgan edim. O'zim ham shu narsani kutayotgandim. O'shanga bugun yaxshi yangilik chiqadigan bo'lsa ham, biza unaqa katta harakat, ya'ni davomiy tepaga ko'tarilishni ko'rmasak kerak. Baribir qanaqadir qisman o'sgandan keyin srazu korreksiyani ko'rishimiz kerak bo'ladi. Salbiy yangilik chiqadigan bo'lsa, unga ko'proq informatsiya bizda o'sha atkat mampdan boshlanadigan bo'lsa, imbalans o'rtalarida bo'ladigan bo'lsa, yangilikgacha o'sha pastga harakat davom etgandan keyin yangilikni ta'sirida yana ham qo'shimcha qilib shungacha yetib olishimiz mumkin. Yangilikgacha to'liq bu yoqqa keladigan bo'lsak, bu o'sha bizni umumiy globalni kutayotgan harakatimizga salbiy ta'sir qilishi mumkin, chunki bu darajadan pastga o'tib ketib qoladigan bo'lsak, biz ana o'sha pastda o'sha 102 atrofidagi mamutdagi zonaga tortib ketib qolish ehtimoli bor. O'shanga kuzatamiz. Nasib qiladigan bo'lsa, o'xshasa non farmda jonli savdo qilishga harakat qilamiz. Bu ham baribir sizlarni feedbackinglarga bog'liq. Kommentariyda va Telegram gruppada jonli savdoga qanchalik talab borligini ko'ramiz. O'shanga yarasha ko'p bo'ladigan bo'lsa, jonli savdoni ham qilamiz. Dollar bo'yicha boshqa qo'shimcha qiladigan joyi o'zi yo'q. Baribir bizda hozir shu zona kerakli zona bo'lib turibdi. Tepada bizda qaytaradigan joylar yetarli. Ya'ni nakopleniyani o'zi ham, imbalans bo'yicha ham zonalarni o'zini ham oladigan bo'lsak ham, bunaqa impulsdan keyin baribir hatkatan bo'lish, tez hatkat bo'lish ehtimoli borligini bilasizlar. O'shanga yangilikni kuzatishdan boshqa ilojimiz yo'q. Yangilikgacha shakllangan narxdan kelib chiqib, yangilik chiqishidan oldin bitta qaror qabul qilsak bo'ladi. Umumiy o'sha kutilgandagi men o'zim bugun yangilikgacha bo'lgan harakat aynan mana shu atrofda to'xtaydigan bo'lsa, men yangilikda aynan shu yergacha tushishini kutgan edim. Yangilikgacha biz bu darajaga tushib oladigan bo'lsak va sal ko'tariladigan bo'lsa yaxshiroq, yana tushib turib, shu bilan keyin yana qaytib mamtdagi 106, 800, 107 atrofigacha chiqib olish ehtimolimiz bor. Keyingi instrument bizda yevro. Yevroda biza kecha kutgan harakatimiz yetarlicha bo'lgani yo'q. Yangiliklar bo'lsin, boshqa bo'lsin, hammasi kerakli joygacha ko'tarilib oldi, lekin o'sha atrof o'zida qoldi. Bugun non farm ta'sirida biza o'sha maksimumlarga yetsak kerak, chunki bizda chaproqda yopilish kerak bo'lgan joylar bor edi. Bugungi targetda smelo shu yerga qo'ysak bo'ladi, chunki yangilik qanaqa chiqishidan qat'iy nazar dollarda baribir bizni понижение ko'rishimiz ehtimoli yuqori. Yangilikgacha yopadigan bo'lsak, bizda aynan mashtagi zonani o'zini mamtigi belgilangan joyi o'zi yangilikgacha baysayt yechadigan bo'lsak, yangilik ta'sirida dollarga o'sha yaxshi chiqadigan bo'lsa ham, undan keyin baribir atkat bilan tepaga yurish ehtimoli yo'q emas. Funt va funtga kutilayotgan harakat. Funtda kecha ham aytib o'tgan edim, yevrodan ko'ra holat sal boshqacharoq. Biz mamtiga gapni ham inobatga oladigan bo'lsak va mamtiga zonani inobatga oladigan bo'lsak, hozir aynan shu yerda narx to'xtaganini va aynan shu yerda konsolidasiya davom etayotganini ko'rishingiz mumkin va umumiy tushish harakatini kutgan bo'lsak ham, bizda o'sha kechagi kunning hisobiga bizda likvidность yig'ildi va shuni hisobiga bunda ham tepa harakat kutish ehtimolimiz yuqoriroq, shu harakatni ko'rish. O'shanga yevroda ham, funtda ham yangilikda men buy pozitsiyasini qidirishinglarga maslahat berardim. Qisman o'sha narxni shakllanishiga qarab turib,
ikkala tomonlamaga harakat bo'ladimi yo bitta tomonga harakat bo'ladimi, shundan keyin xulosa qilishimiz kerak bo'ladi. Dollarga yaxshi yengillik chiqadigan bo'lsa, yaxshi ko'rsatkichlar chiqadigan bo'lsa, ikki tomonlama harakat bo'lishini kutyapman. Agar sras salbiy chiqadigan bo'lsa, o'sha bitta tomonga, ya'ni shu dollar tushadigan bo'lsa, darsi tushish ehtimoli bor. Bu hammasi makroekonomikadagi dollar qanaqadir zaiflashishi yoki boshqa narsa emas. Kechagi kundalik tahlilni ko'radigan bo'lsangiz, kim ko'rmagan bo'lsa, men tushuntirib o'tib ketgan edim. Ya'ni shu hozirgi holatda dollar masalasida ikkilanishlar ko'p. Bu Kanadaga, Meksikaga, Xitoyga qo'llanayotgan tariflar va o'zaro boshqa davlatlar bilan bo'layotgan munosabat dollarga qanaqa ta'sir qilishini hozircha kutishayotganligini hisobiga dollardan sal chetlashib turishadi. Shuni hisobiga shunaqa bo'lyapti. Va oxirgi instrumentimiz tilla. Kechagi tahlilda biz aynan mana shu zonadan biz tepaga ko'tarish ehtimolimiz bor va shu zonadan aynan o'sha 3000 gacha, 2950 gacha, shu hozirgi maksimumligacha bo'lgan harakatga aynan tramplin bo'ladigan, aynan shu yerda o'zidan ham boshlanishi mumkin deb belgilagan edik. Pastga ketish ehtimolini ham gaplashgan edik. Kecha kutganimizdek berdik bu zonaga. Kichkinaroq time frame da ham ko'rinishi mumkin va undan keyin sekin shu zonalarni atrab o'tkazib bilan bizga ketyapmiz. Mana men M15 SIC darajasini belgilab qo'ygan edim. Bu ham hozircha bizga как filtr uchun, ya'ni narx hozir pastdagi darajalarda, ya'ni oralig'iga o'tib oladimi yoki tepadagi o'zida qoladimi degan savolga javob berishga yordam beradi. M15 da уже SIC ni ko'pchilik belgilashni bilgan bo'lsa kerak, tortib qo'yadigan bo'lsangiz, уже сразу ko'rinib turadi. Va tillani hozircha men sal atkat bo'lsa kerak deb o'ylayman. Sababi 1 soatlik time frame qaraydigan bo'lsak, biz hamma ortiqcha narsani o'chirib tashlaylik. Tak. Bu obini atrab o'tkazib bo'ldi, buni belgilab qo'yamiz. Nimani hisobiga ketganini bilish uchun va даже qiladigan bo'lsak, слишком kichkinlashib ketar ekan. 1 soatlik time frame da biz belgilashimiz kerak bo'lgan zona aynan mana mana. Va bu harakat prinsipini уже tushunayotgan narsalar, ya'ni накопление, распределение, ya'ni mavtdagi daraja уже bizda как qo'llab-quvvatlash darajasi sifatida ishlab beradi. Bu ham hozirgi konsolidasiyaning buzilishi ham, bu hamma harakatni ham Fibonacci bilan tortadigan bo'lsa ham to'g'ri keladi. Va oxirgi hamma harakatlarni ham biz bemalol bundan ungacha dars tanasidan tortadigan bo'lsa ham o'tgi atrofidan biz sekin yana harakatni davom etayotganini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda hozir biz bitta ko'rishimiz mumkin bo'lgan harakat yana sal chuqurroq M15 qilamiz. Amitdagi zonaga ahamiyat berishimiz kerak. Yana bir marta shu testiga tushib turib, undan keyin ko'tarish ehtimolimiz bor. Yengilligicha sal foydalanish mumkin bo'lgan joy aynan mana shu atrof bo'lib turibdi. Yengillik paytda уже yengilligiga yaqin qanaqa narsa shakllanganiga qarab turib, biz уже xulosani qilishimiz kerak bo'ladi. Atak targetda shu 1 soatdagi bemalol zonalarni belgilab qo'ysak bo'ladi. Dollarga положительный chiqadigan bo'lsa ham, tillada biz sekin ko'tarilish ko'rishimiz ehtimoli bor. O'shanga bozor kuzatishni davom etinglar. Non farmda nasib qilsa ko'rishamiz. Risk menejmentni unutmanglar. Hammaga omad.